Bu galgi videoyimizda katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan xoch shaklidagi taqinchoq, ya'ni Van Cleef brendi haqida gaplashamiz. Aslida bu xoch emas. Van Cleef asoschisi Jak Arpels o'z bog'ida 4 bargli beti topib, xodimlariga omad tilab sovg'a qilgach, shu dizayn ixtiro qilingan ekan. Van Cleef Arpels zamonaviy, transformatsiyalanuvchi, ko'rinishni o'zgartiruvchi taqinchoqlari bilan mashhur bo'lgan Fransiyaning zargarlik uyidir. Brendini paydo bo'lishi sevgi tarixidan boshlangan. 1895-yilda Estelle Arpels Alfred Van Cleefga turmushga chiqadi. Ularni faqat bir-biriga bo'lgan muhabbat emas, balki qimmatbaho toshlarga bo'lgan muhabbat ham birlashtirgan edi. Alfred Van Cleef ham, Estelle Arpelslar ham qimmatbaho toshlar bilan savdo qiluvchi gemologlar oilasida tug'ilishgan. Ularning to'yidan roppa-rosa bir yil o'tib, Alfred Van Cleef qaynotasi Salomon Arpels bilan birgalikda Van Cleef Arpels brendiga asos solishadi. 1906-yilda qaynotasi vafot etadi. Uning o'rnini Estellening katta akasi Charles Arpels va ukalari Julien va Louis Arpelslar egallaydi. Shu yili Parijning markazi Vendome maydonida birinchi do'konini ochishadi. Keyinchalik Nitsada, Kanda, Vichy termal kurortida va Lyon shahrida o'z do'konlarini ochadilar. 1930-yilda brendga Alfred va Estellening qizi Rene kirib keladi. U eri Emile Puisson bilan birga biznes rivojiga katta hissa qo'shishadi. Van Cleef Parijda bo'lib o'tgan Butunjahon zargarlik san'ati ko'rgazmasidagi ishtirokida platina, zumrad va brilliantlardan yasalgan roses, bilak uzuk va to'g'nog'ich uchun mukofotga sazovor bo'ladi. 1940-yillar Ikkinchi jahon urushi davri boshlanadi. Bu barcha bizneslarga, umuman barcha insoniyat uchun og'ir vaqt bo'ladi. 1942-yil dekabrda nemislar Renening uyiga bostirib kelganida u o'z joniga qasd qiladi. Aynan shu joyda Van Cleef sulolasining zanjiri uziladi. Chunki Alfred va Estellening yagona qizi Rene endi yo'q. U fojiali tarzda vafot etadi. 1930-1940-yillarda Van Cleef yangi avlod qo'liga o'tadi. Estelle Arpelsning katta akasi Julienda 3 o'g'il, Claude, Jacques va Pierre tug'iladi. Jacques Parijdagi Van Cleef Arpels direktori bo'ladi. Pierre kompaniyani Yaponiya bozoriga olib chiqadi. Claude esa Amerikani o'zlashtiradi. 1939-yilda Van Cleef Nyu-Yorkda 5-avenyu 744-uy manzilida yana do'kon ochadi. 1956-yildan boshlab Van Cleef Arpels Monaco knyazligining qimmatbaho toshlarini rasmiy yetkazib beruvchisi maqomini oladi. 1999-yilda Richmond kompaniyalar guruhi Van Cleef brendi aksiyalarini 60%, 2003-yilda esa qolgan barcha aksiyalarini ham qo'lga kiritib, brendning yagona egasiga aylanadi. Arpelslar oilasi brenddan to'liq chiqib ketadi va Van Cleef oilaviy brend bo'lishdan to'xtaydi. 2010-yilda Van Cleef Parijdagi Vendome maydonidagi o'z ishtirokini kengaytirdi. Ular qo'shni binoni sotib olib, do'konni kengaytiradilar. Bundan tashqari Gonkong va Tokioda ham butiklar ochishadi. Van Cleef zargarlik brendini boshqalardan ajratib turadigan o'ziga xos jihati shundaki, ularning barcha asarlari jonli. Ular go'yo nafas oladi, egiluvchan va harakatchan. Bu shunchaki qotib qolgan shakl emas, balki harakat va tabiatning nafisligidir. Yaqqol ko'zga tashlanadigan jihati, brend asarlarida butun tabiat nihoyatda do'stona, toza, sof. Siz u yerda hatto tikanli o'simliklarni ham topmaysiz. Hayvonlar juda yoqimtoy va mehribon, parilar sehrli, tabiat mavjudotlari ham sehrli va quvnoq. Ularda hech qanday salbiylik yo'q. Hamma narsa juda samimiy, ijobiy, nihoyatda sehrli va go'zal.